Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Vidgras tayyorlash jarayonida 9-kun, latokda 6-kun. O'zi ertaga kesmoqchi edim. Buni hosilini qarasam, уже tayyor bo'lib qopti. Buni ertaga kutib o'tirmaymiz. 6 kunda ham kessa bo'ladi. Vitaminlar hammasi joyida. Eng pishgan payti hisoblanadi. Endi sekin mana bunaqa pichoqda iloji bo'lsa, mana bunaqa o'rib olamiz. Bismillah. Mana bunaqa qilib mana chiroyli qilib o'rib olamiz. Mana chalasini qoldirmasdan akkuratni o'rib olamiz edi. Endi anaqadan shnekoviy sokovujmalka, oddiy sokovujmalkadan chiqarib bo'lmaydi. Unda soki o'tib ketib qoladi hali quruq joyiga. Shnekoviy sokovujmalkada sekin chiqaramiz. Mashina chiqarishga sokovujmalkadan taxminan 15-20 minut vaqt ketadi. Akkuratni qilib o'rib oldik. Mana ko'ryapsizlar. Mana mashincha chiqdi. Hozir buni vaznini o'lchab olamiz. Qancha o't chiqqanini, qancha sok chiqishini ham o'lchab ko'rsataman. Mana tarozi 0 da turibdi. Qo'yamiz o'timizni 1 kilo mana 400. Demak 300 gram tog'orachaga olib tashlaymiz. Shunda 1 kilo 100 qoldi mana o'tga. Hozir endi sokini chiqarib, qancha sok chiqishini ham ko'rsatamiz. Xo'p, endi sokovujmalkadan chiqarib olamiz. Faqat unutmaylik, shnekoviy sokovujmalka deyish kerak. Oddiy sokovujmalka o'tmaydi unga. Chiqarib bermaydi sokini. Başlab chiqarib olamiz hammasini. Hozirda ko'rsataman qancha sok chiqqanini. Qancha chiqdi sok. Buni ustida ko'piy paydo bo'ladi. Buni olib tashlaymiz. Akkuratni qilib olib, mana sok qoladi. Keyin mana bu bankaga solamiz, necha litr chiqqanini anig'ini bilib olamiz. Mana shu sokka endi bankaga solib olamiz, aniq qancha chiqqanini bilish uchun. Xo'sh, demak 1 litrli banka bo'lsa, demak taxminan 800 gram chiqdi. Endi buni bunaqa kichkina 25 ml idishga solish uchun oldingi choynagiga solib olamiz. Mana bu vidgrasida. Keyin mana bunaqaga solib chiqamiz. O'shanda qancha chiqqanini ko'rsataman hozir. Mana bunaqa idishga hammasini solib chiqdik. Demak 32 ta chiqdi mana. Boy ko'rsatganimizdan. Xo'p, endi buni darrov xolodilnik emas, morozinlikka qo'yish kerak. Eslab qolinglar, bu muzlash kerak darrov. Bo'lmasa bu aynib qoladi, kuchini yo'qotadi. Har kuni ertalab zavtrakdan oldin, nonushtadan oldin 20 minut oldin ichiladi buni. Suvga qo'shib ichsa bo'ladi, o'zini ichsa ham bo'ladi. Tushunarlimi? 20 kun ichiladi, 10 kun dam. Shu 10 kunning ichida halidagi bizdagi qilib uyda, masalan, ayvonda yoki bir derazani oldida bemalol o'stirishingiz mumkin. Mabodo o'stirishni bilolmayapmiz, u bu desanglar yoki kimdir bizdan shu anaqani sotib olsa, anjomlarni, u videolarni qo'yganmiz, qidirib topsanglar bo'ladi YouTube'da. Sotib olsanglar, bizni bonusiga o'sha Telegram orqali bir gaplashib turib, o'shalarni o'zim o'rgatib turishim mumkin mabodo. Shu bilan vidgras tayyorlash jarayoni tugadi. Bundan keyin boshqa bu savollar bo'lmasa kerak. Taninglar sog' bo'lsin, sog'lom bo'lib yuringlar. Xayr.